Tojikistonimiz obod bo'lsin, qatorda bizni qatag'animiz, ya'ni hozirgi zarzaminimiz obod bo'lib, taraqqiyotga erishib, hozirgi zarzamin City bo'lib, mana bu quradigan imoratimiz xayrli, fayzli, barakotli bo'lib, kelajakda bizdanki avlodga bir yangi bir tayyor bir kelajakda xalqimizni obod qiladigan yaxshi ma'rifatli, diniy diyonatli xalqimizni, vatanimizga tanitadigan, qishlog'imizga obodlik nomini chiqaradigan polvonlar tayyorlaydigan bir makon milk bo'lishini Alloh nasib etsin. Bugun mana shuga bosh o'tgan rais bo'lmizga tani jonlar sog' bo'lsin. Hammasiga Alloh taborak va taolo ilohim bosh qosh bo'lib mana shu qishloq obodlikda xizmatlarini bardavom bo'lsinlar. Bugun mana 80-yil yigitlari. Mana bir hamshirlik bor ekan. Bugun mana o'z hissalarni qo'shib, mana shu xonadonni obodonchilik uchun kelajakda bir xizmat qilamiz deyapti. Alloh xizmatlarini shoyista qabul etsin. Ilohim qo'llariga, kissalariga xudo baraka beg'ayriso ataylar. Ular bir bersa Alloh ming bersin, million bersin. U xonadonlar, farzandlar, kamollar, nevaralar mana shu kelib, albatta o'qib, mana shu bir yaxshi polvon yaxshi yigitlar, sportni hozir zamonda aytganda yigitlar chiqib qishlog'imizning nomini nohiyada, viloyatda, jumhuriyatda, boshqa davlat chiqargan yigitlar bo'lishini Alloh nasib etsin. Alloh o'zingizdan quvvat, madad so'raymiz. Mana shu biz niyat qilib boshladik. Ilohim xayrli qilsin, fayzli qilsin, barakotli qilsin. Yerga xalqqa manzil bir makon bo'lsin. Alloh akbar. Sizga boshingiz og'rimasin. Hammadan oldin keldi. Shavkat tanganga tashlaysanmi shu? Tangandan? Ha. Tanga. Tasha. Yaxshi. Ana. O, Shavkat olay nima tutganda chiqqan tanga. Endi tanga adam qolib ish qilmaymiz. Amin. Allohu akbar. Ana rahmat. Ana. Doim. Amin. Allohu akbar. Yashang. Xarsayapti ana. Zo'r mana. Xudo xolasa boshlandi. Hamisha xizmatlaringda, hamisha duolaringda nima kam ko'rsa chaqirasizlar. Rahmat. Bo'ldi, rahmat, Hojibol, rahmat. Rahmat. Videochi. Mana. Rahmat ha, jigarim. Gap yo'q, sog' bo'linglar, sizlar ham omon bo'linglar. Mana 70'lardan ham yo'q demanglar, bor. Zalda o'qigan bo'lsa ham mana bor ular. 60 dollar ham bor mana. G sinflar mana. Qani lo'chilar lo'ga? Gap yo'q. Hizmatchilar. Qani ish boshlandi. Assalomu alaykum do'stlar, qanday? Amaling yaxshimi? Tinchmisizlar do'stlar? Bu yana nimadir ekan deb qarab turibsizlarmi? Boshlagan og'rimasin. Sizlarga yangilikni ko'rsatib boraman. Mana biz Zarzamin binosidamiz do'stlar. Xudo xohlasa oxirgi videolarimda ko'rgansizlar. Stiyashkalar bo'lgan mana. Endi navbat g'ishga. Mana blogda urishyapti. 55-maktabda 80-yillari mana shu birinchi blogni boshlashgan. Boshlari og'rimasin. Do'stlar, yana qayta aytaman. Mana shu karta raqamni qoldirib qo'yganman. Fondkini. Kimlar mana sinfdoshlar, gruppadoshlar hamma yig'ilib, yana qayta aytib o'taman do'stlar. Endi har videomda ba'zilar yangi ko'rishni boshlayapti. Sinfdoshlar bormi, gruppadoshlar bormi? Mana yig'ilib, mana blogiga kelganmiz. Blogi juda ham 40 ming, 50 ming so'monni olib ketyapti do'stlar. Shuning uchun sizlardan iltimosim, sizlardan poddershka kerak. Homiylar, sinfdoshlar yig'ilib mana yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Karta raqamlari mana shunda mana. Agarda karta raqamlarga yig'madik, qo'lga nalicha yig'dik desalaring, mana bizlarga nimalar faollarga chiqinglar, mana aloqaga chiqinglar. Biz kimga berishdi, qayerga tashlashdi, qaysi nimaga o'tkazishdi biz o'zimiz aytib o'tamiz do'stlar. Qani bir boshdan mana 80-yillar bloglar boshlangan do'stlar. Yaqin kunda imorat chiqadi.
Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Mana akalarimiz bo'shlashdi. 80-yillar o. Hamma 80 mi? Bo'lgan. Yo lekin 80 bu navchar yo'q, bizdan просто bo'yiga baland Ha, ha, ha. havo, katta baland. Yaxshi, 80 bu yaxshi. bizda aka deydi hozir. Assalomu alaykum aka. Stokka. Aka yaxshimisiz? Mana ko'rib turibsizlarmi do'stlar? Bloglar boshlangan. Do'stlar, ko'pchilik mana blog olib bermoqchi bo'lyapmiz deyishyapti. Bu blog bir joydan keladi. Bir 12-13 mingta bir joydan savdolashib olingan. Hali puli berilgan yo'q, lekin puli berilgan yo'q. Shunga mana sinfdoshlar yig'ilasizlarmi? Ba'zi bir do'stlar biz ham hissamizni qo'shamiz deganlar. Mana shu hissamizni qo'shamiz deganlar. Aytinglar do'stlar, biz shu mana blogda ko'rsatib qo'yamiz, pulni qayerga tashlashni nima qilib qo'yamiz, yordamlaydi ayamanglar. Ha, Ochiratda balla bu. Aka, yana kimlar aytgan, kincha ekan? Yo'q, xabaringiz yo'qmi? 90-yil. 90-yillar ham qani kutamiz, kelinglar do'stlar. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Mana Inom akalar shu yerda hammalar. Durustmi? Charchama yo'q, durust. Biratam shu yerda mana boshidan burun hashardalar shu yerdalar, gap yo'q. Hasharda isi bo'lsa bo'ladi sizlarda. Ha. Yugurib yetib keladi. Gap yo'q mana. Ha, malades gap. Mana qumlar kelgan. Assalomu alaykum akalar. Va alaykum assalom. Dastlabki qanday? Sizdan bor ekan, ishni tashladingizmi? Yig'ishtirib bugun ha? Ha, bo'lgan, tamom. Bir kun ming kun emas-ku. Bir kishi hamma uchun. Bir kun ish to'xtab turmaydi ishtma. Deysiz ham, o'taveradi. Gap yo'q. Pallaga quvvat bersin. Ha. Mana barcha aka-ukalar hammalari endi bu katta ashar bo'lmadi, faqat 80-yillar hozir. Inom aka, qancha urasizlar sizlar? Necha mingta urasizlar? Mana shu bugun 1000 tani uraylikchi, xudo xohlasa-ki, mana vaqt bo'lib qolsa, olib kelib berishsa, shu bugun o'zi yana uramiz, kuchimiz yetguncha. O, gap yo'q sizlar. O'zimiz mana kecha olib kelib o'zimiz tushirdik. Mana bugun uryapmiz, xudo Bu sizlarni nomlaringdan 1000 ta urib berish ham sizlarni nomlaringdan. nomimizdan. Gap yo'q, rahmat. Choyxonada oshga zakaz berib qo'ygan, osh tayyor bo'lyapti. Hammalaringga rahmat. Hammalar kelinglar bu yerga. Katta osh bo'lyapti, xudo xolasa. Yetka olyani ancha ketadi, 12 mingta, 13 mingta ketadi. Ha, ana shunday. 12 mingta stoplangan. Aha. Razdivalkanda stopda yo'q edi. Ha, razdivalka 12 mingta, 13 mingta hisoblaganimizda hisobda yo'q edi. Hozir mana bu yerda mana 3 ta xona razdivalka qo'shilgan do'stlar. Bu yerda qarib 15 mingta ketib qoladi. 15 ming, 16 ming ketib qoladi nazarimizda. Shunga do'stlar sizlardan mana hamma yoqqa zakatobga qilingan. G'ishlar. Qum kelib turibdi. Endi postoyanni mana qum ado bo'lsa yana kelib turibdi, olib kelib. Shunga do'stlar, hammalaringni shu yana imoratga chorlab qolamiz. Sinfdoshlar mana, guruhdoshlar yig'ilib mana urib bermoqchi bo'lsalaring urib beringlar. Vaqtlaring bo'lmasa, qissalaringni qo'shib ketsalaring ham mayli. Zo'r bo'lar edi. Gap yo'q akalar. Tinchmisiz aka? Mana 73-74lar mana. Yo, bu hojbomlar har kun ham patishkada. Har kun sizlarga gap yo'q, respekt akalar. Mana har kun ham kelib turibsiz-ku, brat. Rahmat. 64. Ramazon 64 ham bor ekan. Gap yo'q aka. Rahmat, baraka topdi. Hasharga qatnashgan yo'qdim, mana shu 60 dollar arxiga qo'shilib qoldim mana. Ha, gap yo'q. Mana, o'taveradi aka. O'taveradi. 38-yil. Ha. Gap yo'q bura. Do'stlar, mana shu Zarzamin binosiga
Abdullaxon Eshonbovlar nomlaridan Abdullaxon tanisizlar 5000 rubl mana shu hissalarni qo'shib qo'ydilar. Rahmat akam, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana shu 55-maktabda necha yillar ma'lumot qilganlar, mana Yoqub va Gulnora ma'lumamiz o'zlarini nomlaridan ham 5000 rubl tashlabdilar. Mana shu hissalarni qo'shib qo'ydilar. Ma'luma, rahmat sizga ham. Nevaralaringizni orzu havasini ko'ring. Oilangizni baxtiga doim bosh bo'lib yuring. Shu nevara, evara, chevaralik bo'lib keting, Ma'lumajon. Rahmat hammalaringga. Yana hissasini qo'shganlarni aytib o'tamiz. Hozircha bilganim shu, yana do'stlar. Xudo xohlasa do'stlar, yaqin kunda bu g'ishlar urilib, sesma serdichkalar uriladi, xudo xohlasa. Sesma serdichkasiga ham juda ham katta rasxod ketyapti. Yana qayta aytib o'tamiz do'stlar. Shunga kelinglar ertaga, keyin yordam beramiz deb turmanglar. Kelinglar, hammalaring hissalaringni qo'shinglar. Bu bitib bo'lagandan keyin, mana bu yerga niyatim bor edi deb olay qilmanglar do'stlar. Kelinglar. Bu masjidga joy, imoratga hissalaringni qo'shib qolinglar. Do'stlar, videomiz 1,5 ming, 2,5 ming ko'rilyapti. Lekin podдержка kamroq do'stlar, lekin biz Zarzamin xalqidan podдержка kutamiz. Necha ming telefon bor, necha ming odamda telefonlari bor. Like bosib, kommentga Olg'a Zarzamin, Olg'a Tojikiston BPS deb yozib, har xil kommentlarni yozib qoldirsalaring, videolarimiz rekka chiqadi. Do'stlar, hamma ko'rishni boshlaydi. Bizni Zarzamin xalqimizni hamma ko'rsin. Aql ekan desin. Birlashib mana shu katta zalni bitqazishdi desin. Hamma O'zbekistonlar ko'rishyapti, lekin mana shu oddiy qo'shni qishloqlar, qo'shni davlatlarga ham ko'rsataylik biz. O'zimizni aqlligimizni bizdan o'rnak olsin. Mana shu Zarzamin xalqidan hammamiz birlashib, mana katta zalni Gafurov territoriyasida bo'ladigan bitta imorat. Hop, bundan maydalari bor zalda. Lekin bu bitta Gafurov territoriyasi. Shaharlarda bor, Baxoristonlarda bor, lekin Gafurov territoriyasida bitta. Davay do'stlar, olg'a harakatdan to'xtamaymiz. Boshlagan og'rimasin, bizni kuzatib turgan barcha musofirdagilar. Podдержка qilib turganlarga alohida rahmat. Negativchilarga ham rahmat. Mana 116 to'xtagan yo'q. Negativchilarga ham rahmat. Bizni podдержка qilib turishibdi negativchilarga. Bor, yo'q emas. Kenja aka nagla turyapsizmi aka? Yo'q, o'le bipo ko'zuri vino sizniki. Ha, kamina. Birda. Yo'q, yo'q. Ha. Ha, yaxshi. Do'stlar, boshlagan og'rimasin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, davay. Yana yangilikni ko'rsatib boramiz. Podдержкада turinglar. Qo'ch, mana Dulan keldi, Dulan. Dulanchini ham qaradi.